Fayzi xonadonimizning qadrli mehmonlari xush kelibsizlar barchangiz avvalambor. Bugun mana shu koshonamizga yig'ilishimizning asl sababchisi bo'lmoq assalomu alaykum Zubayda aka. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan sirli tabrik jamoasi, dadajoningiz, onajoningiz hamda o'g'lingiz nomidan tabriklaymiz. Uzoq umr ko'ring ilohim. Eng yomon kunlaringiz yana shunday bo'lsin. Barcha yaqin insonlaringiz sizni xonadoningizga yana shunday quvonchli chiroyli kunlaringizda tashrif buyurursinlar. Hatto cho'luk, yo'luk, yoki qadam to'ylarda barcha yaqinlaringiz bilan birgalikda bosh-bosh bo'lib tururkaysizlar. Tabriklaymiz Zubayda aka, yana bir bora uzoq umr ko'ring. Mana shu shirinligimizni dadajoningiz, onajoningiz, o'g'lingiz nomidan qabul etib olasiz. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin, umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt, omad, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang, hech vaqt, hech qachon oshufta qalbingiz suymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, doim qadrdon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qalbingiz hamisha quvonchga to'lsin deya ota-onangiz, o'g'lingiz nomidan yana bir bora sizni chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Qani endi hurmatli mehmonjonlar, Zubayda opamizni shukrona kuni bilan tabriklab kelgan ekansizlar. Chiroyli niyatlaringizni, tilaklaringizni, istaklaringizni Zubayda opamiz uchun bildirib qo'ysanizlar. Happy birthday to you. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun qizimizning uyida katta tantana, bu tantanani sababchisi Zubayda qizimizning tug'ilgan kuni ekan. Dunyo turgancha Hamidjon bilan o'sha baxtli bo'linglar. Hajona, hajota bo'lmoq hammalaringizga nasib etsin. Tabriklayman qizim tug'ilgan kuni bilan. Ming oy ko'rganda kelib o'tirmoq hammamizga nasib etsin. Tabriklayman. Xudoyingiz yoshlarga chiqib, hamma orishib turibman, birgalikda yetalashib yuraveramiz. Men deganimdan baxtli bo'lib qo'shaqlar, bog'lan rohatini ko'rib o'tirish nasib etgan. Xudoyingiz yoshlarga chiqib, hajatda hajmama bo'lib yurgaysizlar. Tabriklayman.